Yo, barchaga salom, sizlar bo'lishadirim. Bugungi videoda esa sizlar bilan men hardcore olamda mana bunaqa qishloqda yashab qolmoqchiman. Mana hozir hardcore qo'yman, hardcore qilish esdan chiqdi mana. Bizlarning oldida hardcore qildim. Do'stlar, orqa fonda qo'shiqlarga e'tibor bermaysizlar. O'zimcha qo'shiq qo'yib oldim. Bugun o'zimga bino. Shuning uchun menga bu qo'shiq yoqmasa ham do'stlar, anchadan beri video chiqmadi. Sabablari bor. Lekin hozir tushuntirishga bu birinchi qism. Necha kun yashashimni ham hali belgilamaganman. Deyman. Yo'q bermasa ham sekretda. Voy. Namuncha spasiya. Men bunaqasiga yasholmayman. Normal qo'yib, mana yashasa bo'ladi. Qachon qildim? Qishloqlar kechirib qo'yasizlar, narx taxtadan ham olishi mumkin edi, daraxtdagi, lekin sizlarning taxtalaring hammasidan ham zo'r. Birinchi qismda nima video chiqmaganini aytmayman. Lekin ikkinchi qismda aytaman do'stlar. Aytgancha do'stlar, men ham artiga o'xshab hamma dasturlarni bajarish videosi qilaman. Hatta dasturlarni chiqib turadigan qilib qo'yaman. Qilaman. Buni ham kommentariyada yozib qo'yinglar. Yana do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qochasiz. Do'stlar, men ferma qurishim kerak. Yana qishloqlar ko'paytirishim kerak do'stlar. Chunki bu qishloqlar yo'qolib ketadi, keyin men jilab yuraman. Вообще-то, lekin bu qishloqda cheksiz paydo bo'lishini hisob qilsak, bo'lmaydi. Yana bu yerdagi barcha ovqatlar bizga kerak. Joyga nimaga bilmadim, men har doim inventarim taxlab yuraman. Nimaga men qishloqlarda uyini buzib tashlayapman?
Savolni surib qo'yamiz. Ben shaxta qolishim kerak hali. Men bu xatkor olamda eskini yashamoqchi ekanman. Albatta qolishim shart. Bu birinchi qism. Hali kelajakka ishlar ko'p. Juda Önceden beri Minecraft oynamadım ama men aytdim shaxta qazyapman. Çünkü do'stlar, mana shu o'yin tagida shaxta bo'ladi. Kim bilmasa eski versiyalarda mana shuni shaxta bo'lmaydi, olmos bo'ladi. Hozir menda temirli kirka yo'q. Lekin u qazib qo'yaylik, bir gap bo'lar. Narada ham bittasida bo'ladi, faqat bu yerdan chiqishda o'ylash kerak. Bizim ketdik. Atelepten juda ham ko'p taxta kovladim. Yana sizlarga real yoki borsa? Menga masalan real. Ana temir ham chiqdi. Temirli kirka tayyor. Va hozir temirli kirkadan foydalanish ahmoqgarchilik bo'lardi. Chunki biz yetarlicha balandga tushganimizdan keyin qattiq toshga chiqishni maqsad qilsak, men bu Minecraftga o'zgartirish kiritganimda men shunaqa qilyapman. Yo'q, ko'mir. Endi ancha yoq. Sen ozgina ko'rasam, birinchi daraja chiqqan uchun daraja ko'mirdan ham endi kam tushyapti. Zaman bilmayman. To'g'risi ko'mir o'zasi hattoki men qo'limni uchini ham tekkizganim yo'qdi. Qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q. Ko'mir rudasiga o'zgartirish umuman niyatimda yo'qdi.
Dırgıdır qilib ko'lab ketaveramiz bedroq chiqquncha. Keyin kekkasinish ehtimol desam gapirishimga rudalar qo'ymayapti. Ana shu rudalar qo'ylamasa nima bo'lardi? Shit yasashni iloji bormi? Allaqachon men ikkita tosh qo'llayapman. Oho, bu da kampı. Agar sizlar shunaqa bo'lishini bilmagan bo'lsalaring, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. No, bittan olmos ham chiqishi kerak edi. Buncha balandlikdan sal teparoqda. Yana kimga shaydir kerak? Kimga reklama kerak? Lekin mana shu Redstone'lar nimaga nur tiritadi? Lekin ko'layotganda, faqatgina ko'layotganda ko'mirdan ham ko'p daraja tushyapti. Qanday? Lapis menga kerak bo'ladi do'stlar. Sehrlashda aslahalarimni. Lekin lapis paydo bo'lish bunaqangi pastlikda sal ko'proq bo'lishi kerak. Bundan ham sal ko'proq chiqmaydi. Bu bittadan ko'p chaldi. Oltin ham bor. Tamam, oltin. Aytan cho'chqalar bizga yugurib kelmaydi endi. Men xuddi bilgandek qaradim tepaga. Tashitdim, mana shu ruda chiqadi deb. Qancha ruda toppanim metrga qarash kerak. Do'stlar, men shu paytgacha shuncha ruda topdim. Bu menga kelajakda anchagina yordam beradi. Yarim stak temir, yarim stak lapis, 8tagina nima edi? Oltin. O'z o'yindir. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna qo'yinglar.